Jona, kelinman uying tagiga. Chiqasanmi? Ehtiyot bo'ling, yana hamshiralar ko'rmasin, men ham chiqaman hozir. Ha, tamam, tamam. To'xta. To'xta urman, to'xta. Ama kamasini tushuntirib beraman, to'xtang. Hamasini tushuntirib. Nima banan usta? Qizchang bo'lib kelgandim. Endi uka, hozir uchastkoga chaqiraman. Seni shaxsingga oydinlik kiritamiz. Sen o'g'rimisan, to'g'rimisan, qiygansan, bilmayman men, to'g'rimi? Qiymasan, qamataman. Tushundingmi? O qiyra qochibdi. O kameraga tushding-ku. Ey bachalar. Hamsoya, bachalar nimaga ish biladi, bunga qarash keladi, jillesidan qaraman. Shu Roman hamsoya. Bular kimni qizini yoniga kelganmi? Nimaga kelding o'zimiz qishlog'asan? O amaki, men qiz yoniga kelganim yo'q. Biz yoshmachalar biz. Ana shunday aldama bizlar, aldama. Sizga biratga, bizlar erkak, sen ham erkak. Biz ham sen yoshingda ana shu qizlar uyga bor edik. To'g'ri. Shuning uchun aldamada kimni qizini yoniga boruvding? Kimligini ayt bizlar, to'g'ri. O'zsan hech kimga aytmaysizlarmi? Nimaga aytamiz? Qishloqqa Ismat Churdikovlar bor ekan. O'sha qizlarning yoniga keldim. 2 yildan beri allab pullarni olib sog'ib yuribman. Mana hozir to'lgan kunim iPhone 17 to'lib 2 kun oldi. To'xta. Sen urma. Oxirigacha eshitaylik keyin. Dadasi shunday lo'q, kontraktlarim polni to'lab beribdi. O'zi bera kelishimdan maqsad uyini qilishga keldim. Uyini oltinga o'tkazaman, mazza qilib yashayman-ki. Ha, endi jiyan qizchangni olib beraman, 17 ni qo'lingga ol-da. Uyingdagilarga telefon qil. Uylaringni yaxshilab tozalab, hamma qarindoshlaringni chaqirib qo'ysinlar. Ham 7 soat 4 ta sizni chiqaradilar. Nimaga? Endi jiyan ana qizchang dadasi bor-ku yo'q. Ana shu odam bo'lashi. Qayerga qochasan? Bu ham yomon yuguradi.